Hammaga assalomu alaykum, Xorazm kanalining obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga eng arzon kvartiralardan birini topdim. Ko'rib turgan shu domingizni birinchi etajida 2 xonali kvartira sotiladi. Korobka holatida do'stlar. Pulini ko'rsaydi. Dim shkalant joy, lekin bitta minus joyi, bellarda gaz yo'q. Yalnızda domlar var. Görüp dağlarınızın. Bir de bir muamması şu gazı yo'qligi. İçanı korobka holatida hozir ko'rib o'tasizlar. Bellerimizde, bantamızda bog'cha, sal oraqda yursangizlar, do'konlar bor, xullas, Urgancha, Xivaga ketadigan yo'l. Yani beyda уже domlar kurulup turibdi. Yaningizda dom, yaningizda yana kottejlik. Xullas, bellar kamida shu yaqin yillarda shu Xivani tumanidagi raysentrlardan biri bo'ladi. Yana shu dom tengdagi yana birinchi etajini ko'rib turganingizdek, ina shu kvartira sotiladi. Arka tomoni bana qaragan. Ekranda egani nomeri bo'ladi do'stlar. Ekranda egani nomeri bo'ladi, bemalol tepib urib bog'lanaverasizlar. Kvartiramizga kiradigan bo'lsak, kirib kelganimizda o'zi birdan podyezdimiz bo'ladi. Har bir podyezdda 4 ta kvartiradan o'ng tomonda va chap tomonda bittadan to'g'rida 2 bo'ladi. Bizning kvartiramiz hozirgi o'ng tomonda 51 kvadrat 2 xonali. Ko'rib turganingizdek, kirib kelganimizda bizning holimiz bo'ladi. Yanımız görüyorsunuz. Yanımızda sanuzul. Dokumentinden muammo bo'lmaydi ekan do'stlar. Dokumentini kelishganimizda sirot oldin o'tirib beraman dedi egalari. Bu yanımız kuxnya. Elektrik simlari polностью montajlab o'tib tayyorlab o'tiribdi. Aynalar sifatlaridan qo'yilgan ekan. Bellar tez gullada, men ko'rib turganingizdek qaranglar. Xiva shaharining bir raycentr tumanlaridan birini alayotgan yerlar. Unda dom qurib turibdi. Yaningizdan aldingizda ban tomonda yana ko'rib turganingizdek. Xullas, bellar tez gullada normal sentr bo'ladigan joylardan biri. Shuning uchun hozirgi narxi dim arzon, yana bir 2 yil, 3 yildan keyin bellar dim qimmatlab ketadi. Berimiz spalli. Arka tomondan yursangiz bo'ladi. Bu domda odamlar bor. Bu domda ham odamlar yashaydi. Bir muammosi faqat shu yerda gaz yo'qligi. Pulini keladigan bo'lsak, do'stlar, puli kvartiramiz 160 million deb turibdi egasi, 160 milliondan kelishlar ekan. Ekranda egani nomeri bo'ladi, bemalol tepib urib ekranda egani nomeri bo'ladi, bemalol tepib urib bog'lanaverasizlar. Agarda bizlarni shunday yordamimiz tekkan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Pastda reklama nomerlarimiz bo'ladi, tepib urib bemalol bog'lansangizlar, uylarni chiroyli qilib shunday reklama qilib beramiz.